o'q sizlarniki. Menga kallani beringlar. Aslida bu sharmanda. Bu o'q meni janozamni ustiga tashladi. Hammangiz o'sha yerda edingiz. Hech biringiz bo'yningizga olmadingiz. Men bo'ynimga oldim. Borib Kirve bilan gaplashdim. Men bir muvozanat qurayotganda va bu muvozanatlarni seni kelajaging uchun qurayotganimda, seni menga aytganingga, qilganingga qara. Kirve bilan qanaqa muvozanat qurasiz, Ziyobi? U kengashga kirmagan. Kengash a'zosi edi. Bitta qalam bilan o'chirib tashlashdi. Ular odamni ishlatishadi, keyin otishadi. Ularning aka-ukaligi yangisini topgunicha. Bu ishni Memachi qilganini Kirve ham biladi, men ham. Ko'chalarda sendan ayrilganini, endi seni soyangda yashamasligini aytib yurganini u ham biladi, men ham bilaman, sen ham bilasan. Ayrilmadik. Memachi men bilan. Meni buyrug'im va xabarim bo'lmasidan do'st ham bo'lmaydi, dushman ham. Po'lat. Kirve sen bilan otishishni istamayapti, sen bilan ishlashni istayapti. Menga Memachining kallasini ber. Bu yerda ikkita kalla yo'q, Ziyobi. Kimdir kelib kalla olsa, meni kallamdan boshqasi yo'q.